Hurmatli Nurobod tumanining bitiruvchi sinf o'quvchilari, Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universitetiga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan ochiq eshiklar kuniga taklif etildilaringiz. Sizlarni bugun olib kelishdan maqsad yoshlarni Samarqand davlat universitetini ko'rsatish. Zamonaviy binolar bilan ta'minlangan, auditoriyalar zamonaviy jihozlar bilan jihozlangan, axborot resurs markazlari bor bu yerda, laboratoriyalar bor, o'quv binolariga tanishasizlar. Har bitta tumanda maktab bitiruvchilari chaqirilib, universitet bilan tanishtirilyapti. Maqsad nima? Maqsad bitiruvchi yoshlarga to'g'ri yo'l ko'rsatish. Samarqand davlat universitetida amalga oshirilayotgan ishlar, yangiliklar va barcha tahsinga sazovor holatlarni ko'rsatib berish. Ochiq eshiklar kuni o'tkazishdan maqsad universitet faoliyatini tanishtirish. Kelajakda sizni faoliyatingiz kelajakdagi o'zingizni hayot yo'lingizni tanlashga ko'maklashish nuqtai nazaridan tashkil qilindi. Nurobod tumani 30-maktabdan o'qituvchimiz. Bugun 11-sinf bitiruvchilarni Samarqand davlat universitetida tashkil etilgan ochiq eshiklar kuniga olib keldik. O'ylaymizki, Xudo xolasa bugun o'quvchilarimiz ko'rib, bilib, tushunib, bu yerdagi bilim olish darajasi haqida qisqacha bo'lsa ma'lumot ega bo'lsa, Xudo xolasa mana shu universitetni tanlab, kelajakda xuddi mana shu yerdan chiqqan professor o'qituvchilar kabi yutuq insonlar bo'lib yetishadi.